Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida qotillik jinoyatini sodir etgan 19 yoshli qiz jinoiy jazoga tortildi. Internet nashrlardan biri tanishgan sud hujjatlariga ko'ra 2007-yilda tug'ilgan qiz yangasi bilan avvaldan nizolashib kelgan. U 2025-yil 3-dekabr kuni soat 3:00 da o'ch olish maqsadida oshxona pichog'i bilan yangasining orqa ko'krak qafasi, yelka va qo'l sohalariga bir necha marta zarba bergan. Og'ir tan jarohati olgan ayol vafot etgan. O'z yangasining qotiliga aylangan qiz 2025-yil 4-dekabrda protsessual tartibda ushlangan. Shu kuni unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Qiz sudda aybiga iqror bo'lib, pushaymonlik bildirgan. Uning aybi guvohlarning ko'rsatmalari, ekspertiza xulosalari hamda boshqa dalillar bilan o'z tasdig'ini topgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining 2026-yil 16-apreldagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybli deb topilgan. Mahkumaga nisbatan 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Apellyatsiya sudi hukmni o'zgarishsiz qoldirgan.